2 kunda yig'ilgan pul. Hammasi через elektronli klapanlar orqali o'tadi. Eng ko'pi 5000 talik bilan 2000 talik. Pul bor, nima biznes boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bunda sizga Romay yordam beradi. Romay bilan birgalikda o'zingizni samoykangizni oching. Bugun sizlar bilan birgalikda bitta samoyka, bitta boksda qancha pul topadi, qanaqa apparatura qo'yish kerak va qay holatda qo'yilishi kerak, hammasini birinma-ketin tushuntirib o'tamiz. Qani ketdik. Romay brendi asosida ishlab chiqarilgan bitta miya bo'ladi. Bitta mana bunaqa suv pistoletni ushlab turadigan stakanchigi va pena pistoletini ushlab turadigan o'zini stakanchigi bo'ladi. Plankasi bor, ikkita kolbasi bor, mashinalar tepasidan aylanishiga va komplektiga bonusiga mana bunaqa 5 talik kovrik qisadigan qistirgichimizni ham bonusiga qilib beramiz. Va shu bilan birgalikda eng yuqori so'ruvchisi qobiliyatga ega bo'lgan plisoslarimiz 3 ta motorli EPA firmaniki 1 yil kafolatga ega bo'lgan 80 litrli plisoslarni ham bu moykaga o'rnatganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, atiga 2 600 ming so'mdan 4 280 minggacha bu plisosimiz turadi. Bu yerda esa biz apparatura va penalarni joylashtirganmiz alohida xonaga, чтобы hech nerga xalaqit qilmasligi uchun. Birinchi kirgandan chap qo'lga biz penalarni joylashtirganmiz. Aktivniy pena, vosk, nano ximiya va oddiy pena. Eng asosiysi samoykaga e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda yomkis yo'q, katta yomkis qilinmagan. Primoy podключать bo'lgan. Bu yerga biz 1 tonnalik osmos filtrni o'rnatganmiz. Bu osmos filtrimiz 1 soatda 1 tonna suvni tozalab beradi. Mana aka, e'tibor bersangiz, mana bu kiruvchi suv. Bu kiruvchi suvni mana kirligini ko'rib turibsiz qanaqa. Agar mana shu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, osmos filtr suvingiz musur bo'ladigan bo'lsa yoki iflos bo'ladigan bo'lsa, mashinani yuvgandan keyin u mashina oqarib qoladi. Mana bu yerda esa chiquvchi. Agar buni qo'ysangiz, suvingiz mana shunaqa top-toza bo'lib turadi. Mana qarang, harakatlanib turibdi. Ko'pchilik endi bu oddiy narsani qo'ygan bo'lishi mumkin deb o'ylashi mumkin, lekin bu yerda mana suv aylanyapti. Mana bu poplovkda o'ynab turgandan sezsangiz bo'ladi. Sirkulyatsiya bo'lyapti. Mana bu iflos suv bu yoqqa kirgandan keyin mana bunaqa tip-tiniq suv chiqib kelyapti. Buni filtrlari bor, mana bunday filtrlarni vaqti bilan almashtirib tursangiz, bu uzoq vaqt xizmat qiladi va ichidagi o'zini filtrlarni, anodlarni tez-tez almashtirib turish kerak. Motorimizda asosiy samoykani yuragi bo'lgan bu dvigatellarga keladigan bo'lsak, bu yerga 4 ta boks o'rnatganmiz. Hammasi o'zimizda brend asosida ishlab chiqarilgan, Romay brendi asosida ishlab chiqarilgan dvigatellar va samoykani motorlari invektorli variant. E'tibor bersangiz, invektorli variant, bu invektorning vazifasi nima uchun qo'yiladi? Ko'p joylarda bu invektorsiz primoy o'rnatiladi. Biz esa invektor bilan o'rnatib beramiz. Nimaga? Chunki bu samoykada motor bir ishlab, o'chib o'shanday bo'lib ishlaydi. Har bitta mashinani yuvguncha bu motor 5-6 marta o'chadi. Shuni hisobiga agar bu invektor bo'lmaydigan bo'lsa, sizda koeffitsient reaktiv tokingiz ko'payib ketadi. Bu invektorlar bo'lsa, o'shani birinchi navbatda o'zingizda reaktiv tokingizni yo'qotib beradi. Ikkinchidan, agarda motorda qanaqadir nagruska bo'ladigan bo'lsa, qiziydigan bo'lsa yoki katta kuchlanish kelib qoladigan bo'lsa fazangizda yoki bitta fazangiz yo'qolib qoladigan bo'lsa, bu 380 ga ishlaydi, 3 ta faza keladi. Agar 3 ta fazadan bittasi uzilib qoladigan bo'lsa, bu motor kuyib ketishi mumkin. O'shanday holatlarda motorni, samoykangizni zaxta qiladigan narsa bu invektordir. O'shaning uchun ham biz samoykalarimizga invektorli variantni ko'pincha taklif qilamiz. Bu yerda stiklanli relelari, o'zini avtomati, qo'shimcha zaxta qiladigan faza kontroli va taymeri joylashgan. Hammasini 100% o'zimiz mana bunaqa защитный shitlarga o'rnatib beramiz. Har bitta boks uchun alohida miya. Bitta miya 3 ta 4 ta boksga ko'pchilik qo'ydiradi, u bo'lmaydi. Nimagaki? Chunki
Agarda sizda ikkita miyaga ikkita nasosga bitta miya qo'ydiradigan bo'lsangiz, bu sizni mabodo bu nasosingiz ishlamay qoladigan bo'lsa, o'sha miya ham kuydi, отключать beradi. Faqat siz buni sozlamaganingizcha, joyiga to'g'rilamaganingizcha ikkinchi motoringiz ham ishlamay turadi. O'shaning uchun biz har bir mijozlarimizga har bitta sammoykani boksi uchun alohida miyani o'rnatib beramiz mana shunday holatda. Mana birinchi, ikkinchi ketyapti. Har birovda mana har birovga qo'yilgan bir xil mahsulot ketadi har birov. Ko'pchilik savol beradi. Men bitta boksga rasxod qilsam $2000 yoki $3000 yoki $4000 ikkinchisi menga arzonroq tushadimi deydi. Biz har doim mahsulotimiz hamma bokslar bir xil narxda tushadi deganimizda ularda savol paydo bo'ladi. Nimaga? Chunki men bitta rasxod qildim, ikkinchisiga rasxod qilmayman. Yo'q, biz hamma boksimizga nechta boks, 10 ta boks qo'ysak, 10 tasiga ham bir xil mahsulot bir tekisda qo'yiladi. Mana bu yerda ham 6 ta relay, bitta timer, bitta faza kontrol, avtomat, 3 faza va 221 polis avtomat turibdi. Bu yerda ham shunaqa. Inverter hammasi bir xil. Hammasiga bir xil sim, bir xil izolyanta, bir xil ishchi kuchi kerak bo'ladi, bir xil shu rasxod bo'ladi. O'shaning uchun ham самый главный sammoykada agar turlari ko'p, bizning do'konimizda, bizning kompaniyamiz sammoykani 4 xil variantini o'rnatish bilan shug'ullanadi. Hozir uni ham tushuntirib beraman. Bu sammoykamizga Suxoy tuman apparatini ham o'rnatganmiz. Bu yerda 4 xil duxiy, lakosti, narkotik, demobilan, chanel, undan tashqari balonlarni qoraytirishda mana bunaqa chirnechellarni ham o'rnatib qo'yganmiz. Bu apparatimizni tan narxi, o'zi o'rnatib berish narximiz $1300 dan $2500 ga har xil turidan bor. Duxiylarni qanchalik ko'pligidan, kamligidan farq qiladi. Ular nimadan farq qiladi desak, katta gabrit, mayda gabrit va funksiyalaridan farq qiladi. Bu Suxoy tuman apparatimizni 23-stokini o'rnatgandik. 23, 24, 25, 26, 27. Bugun 5-kun. Necha pul savdo bo'lganini hozir ko'ramiz. Tepadan olib turgan ekan. Buni ham sanaymiz. Ha, yana buni daromadi o'zi bo'ladimi, yo'qmi deganlar uchun mana 4 kunda 1 litr penadan mana 3 dan 1 atiga 3 dan 1 sarf bo'ldi. Mana 3 dan 1. Qolganlari ham xuddi shunday, dazi kamroq. Mana narkotik qolgan hammasi ham ularda kam 100 gram ishlatilgan, lekin qancha savdo bo'lganini ko'ramiz hozir. Bismillah, ket. $25, 50, 920 ming plus 50 ming so'm. 971 ming so'm bu Suxoy tuman apparatimiz 5 kun ichida undan ham 1-2 kunni testoviy rejim bo'ldi. Mana hozir ishlashdi mana. Duxiyni holi 3 dan 1 ham rasxod bo'lgani yo'q. Bu degani bunaqa puldan yana 4-5 tasini mana shu duxiy bilan ishlab beradi degan. Mana yana bu yerda 10 ming so'm. Bu bilan qo'shsak 980 ming so'm bo'ldi mana hozirgacha. Bu ham ertalabgacha hali yana ishlaydi. Ko'ramiz xudo xolasa. Shu yerni o'zida mana bunaqa qo'lni yuvishga unvonliklar qo'yib berganmiz. Oyog'ingiz bilan bossangiz, bu mashinalarda sizning mijozlaringiz uchun qulayliklardan bittasi, o'zining lattalarini, trapkalarini yuvishda juda ham qo'l keladi. Bu yerda smestitor o'rnatib berganmiz, mana ki. Mikrofonli xohlagan variant ana o'ziga qo'yib yuvsangiz bo'ladi. Eng asosiysi sammoyka uchun kerak bo'ladigan mana bunaqa latta siqadigan asbobimiz mana. Lattalarni, gubkalarni siqib beradi. Bu ham toza Omax firmaniki.
Romay brendi asosida ishlab chiqarilgan samoykamizning miyasida 7 ta knopkali bo'ladi. Vada, pena, aktivniy ximiya, vosk, osmos, nano va pauza knopkalari hammasi ishlaydi. Undan tashqari VIP kartasi va отчет kartasi bor. Agar klik bilan shartnoma qiladigan bo'lsangiz, klik to'lovini ham va plastikdan to'lovni ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Eng asosiysi hammaga qiziq, bitta samoyka bir kunda necha pul topadi. Bu hali bugun o'sha 2 kun ochilganiga bo'ldi. Hozir buni 2 kunlik отчетini sanab ko'ramiz. Qani sizlar bilan necha pul bo'libdi? Bismillah. Endi ozroq vaqt o'tadi buni saqlash uchun. Eng ko'pi 5000 talik bilan 2000 talik. Mana 640 ming, 642 ming so'm, 642 ming so'm mana 2 kunlik savdosi. 2 kunlik savdosi bu samoykani hali kun oxiriga yetgani yo'q. Endi 11 bo'lyapti. 15 takam 11 mana soat millari. 15 takam 11. Bu ertalabgacha yana adashmasam 150 ming, 200 ming so'm savdo qilib qo'ysa kerak. O'rtacha bir kunda 350 ming so'mdan, 300 ming so'mdan bitta boksiz sizga toza pribul kirgizadi. 500 ming so'mgacha. 350 mingdan 500 ming so'mgacha toza pribul kirgizadi. Endi boshqa bokslarni ham sanab o'tamiz, lekin unga vaqt yetmaydi. Uni sanab o'zimiz sizlarga kommentariyada yozib ketamiz qanchadan bo'lganini. Mo'nakamizga foydalansalaring bo'ladi. Manzil Termiz shahar Al-Qasr restoranida ro'para. Arzon zo'r. Agar sizga ham mana shunaqa bizneslar qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki nima biznes boshlashni bilmay yurgan bo'lsangiz, hozirroq pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga siz xohlagan va sizga to'g'ri keladigan biznesni tuzib beramiz. Romay biz bilan tez va oson hamda barakali.